Hisobotlar qanday tayyorlanadi? Shuni ko'rib chiqamiz. Hisobotlar tayyorlashda biz kassa hisobotdan foydalanamiz. Bu bizga qancha tushum bo'lganini bildiradi. Kerakli vaqt oralig'ini tanlaymiz. Hozir bugungi sana bo'yicha ko'rsatyapti. Umumiy tushgan summa 110 ming so'm, 75 ming so'm naqd, 35 ming so'm kartada tushibdi. Общая summani ustiga bosganimizda bizni umumiy savdoni ko'rsatadi. Bu ko'zchani bosganimizda o'sha to'lov nima uchun qilinganligini ko'rsatadi. Agar bu yerda 35 ming so'm bo'lsa-yu, lekin ko'zchani bosganimizda 75 minglik bo'lsa, bu 75 ming uni to'lagan summasini emas, qancha mahsulot olgani va o'sha mahsulotga qancha to'lov qilganligini bildiradi. Ya'ni 75 ming so'mlik tovar olgan va unga 35 ming so'm to'lov qilgan. Bu yerdan kassirni tanlaymiz. Bu yerda barcha to'lovlarni qabul qilib olgan xodimlarning ro'yxati chiqadi. Bu qismda vazrat, ya'ni bekor qilingan to'lovlar va bekor qilingan mahsulotlar uchun vazrat qilingan bo'lsa, o'sha chiqadi. Bu yer skidka. Qancha summa skidka qilindi? Shu ma'lumotlar chiqadi. Keyingi bo'lim bizda qarzdorlar bo'limi. Qarzdorlar bo'limida umumiy qancha qarzdorlik bor? Bu mijozimizning nomi, to'lagan summasi va qarzi chiqadi. Qarzdorlar bo'limida faqat tasdiqlangan mahsulotlarning qarzi chiqadi. Ya'ni yangi mahsulotlar uchun qarzdorlik bu yerda chiqmaydi. Amallar joyida mana shu klientning polniy ma'lumotlarini ko'rishimiz, to'lov qismi orqali esa to'lovlarni qabul qilishimiz mumkin. Keyingi hisobotlar uchun zarur bo'lim bizda statistika bo'limi hisoblanadi. Statistikada biz kerakli sanani tanlaymiz. Masalan, 1 oylik tanlaymiz yoki 1 yillikni, qizig'i yo'q. Agar tanlamasak, bugungi holatda turibdi. Bu bugungi bizni statistikamiz. Eng ko'p sotilgan 22 ta qoshiq ekan, jami 110 ming so'm. Qolganlari boshqa mahsulotlarimiz hisoblanadi. Shu usullardan foydalanish orqali biz o'zimizni to'liq hisobotlarimizni tayyorlab olishimiz mumkin bo'ladi.